Salom aziz o'quvchilar. Bugungi mashg'ulotimizda sahifa va slayd izchilligini ta'minlash va yangi stil yaratish usullari bilan tanishasiz. Turli auditoriya uchun mos shrift turi. Shriftlar o'quvchining ma'lumotni talqin qilishiga ta'sir etadi. Shu asosda odamlar matnni o'qish yoki o'qimaslikni hal qiladi. Odamlarga turli shriftlar yoqadi. Muammo shundaki, bir kishiga yoqqan shrift boshqa kishiga yoqmasligi mumkin. Ammo foydalanuvchilar aro umumiy amaliyotlar mavjud va ularni qo'llash odatda ijobiy natija beradi. Serif shriftlari sans serif shriftlariga nisbatan ancha qulay va chiroyli ko'rinadi. Biroq sans serif shriftlari tartibli, aniq va jiddiy qiyofasi sababli ko'p e'tibor tortadi. Kursiv, yozma bezakli shriftlar noodatiy ko'rinishga ega va biroz urfdan qolgan bo'lib, taklifnoma, tabriknomalar yoki veb-saytning ayrim qismlarida qo'llanadi. Ekranda ularni o'qish qiyinchilik tug'diradi. Mac, PC kabi kompyuterlarda oldindan o'rnatilgan shriftlar bo'ladi. Mac odatda Helvetica yoki Geneva shriftini qo'llasa, PC uchun Calibri yoki Arial muqobil tanlov. Verdana kabi yanada neytral shrift ham Mac uchun ham PC uchun ham mos keladi. Umuman olganda, har bir shrift ijobiy yoki salbiy eslatma sifatida xizmat qilgani bois, shrift turini har bir shaxs o'z didiga qarab tanlaydi. Mijozlarning yoqtirmaydigan shriftini tanlash biznesingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. Shrift tanlash reklama materiallari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ular qog'oz yoki ekranga mo'ljallanganiga qarab, auditoriyada har xil hissiyotni uyg'otadi. Vizual jihatdan e'tibor tortadigan hujjatlarni yaratish tashkilotning kelgusi taqdiriga jiddiy ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, ommaga ma'qul shriftni tanlay bilish nihoyatda muhim. Amaliy topshiriq. O'qituvchingiz taqdim etgan Asset 14.16 faylini oching. View uskunalar panelidan Outline uskunasini tanlang. Outline uskunasi har bir sarlavha va xat boshi uchun matnni tekstlash imkonini beradi. Asosiy sarlavha, ya'ni My Relationships, level 1 holatida bo'lishi kerak. Har bir kichik sarlavha, ya'ni My Parents, My Siblings va My Friends navbatdagi level 2 darajada bo'lib, jarayon shu kabi davom etadi. Har bir xat boshi boshlanganda uni body text sifatida belgilang. Kontur yaratish uchun kursorni matn boshiga qo'ying. Matnni ushbu bo'limi uchun kerakli darajani tanlang va butun hujjat yakunigacha har bir marker belgisini ko'rib chiqing. Stilni hujjat yaratishdan oldin yoki keyin sozlashingiz mumkin. Bu juda foydali funksiya. Ammo xat boshlari orasida yoki qator oralig'ida oraliq masofani o'rnatmaydi. Close Outline View buyrug'i bilan Outline uskunasidan chiqiladi. Xat boshi belgilari. Klaviaturadagi Enter tugmasi orqali oxirgi gap va yangi xat boshi orasida ma'lum bo'shliq qoldirasiz. Ehtimol uni yangi xat boshi boshlashdan oldin satrni ajratish uchun 2 marta bosishingiz mumkin. Agar xat boshi belgilaridan foydalanilsa, matndagi belgilar muallif oxirgi marta qachon Enter tugmasini bosganini ko'rsatadi. U yangi xat boshi qayerdan boshlanishini bildiradi. Xat boshilar orasida hamda sarlavhadan oldin va keyin bo'shliq qoldirishni ta'minlash uchun xat boshi belgilaridan foydalanish mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Sarlavhaning oxirida ham xat boshi belgisi joylashgan bo'lib, u sarlavha matnidan oldin va keyin bo'sh masofa mavjudligini bildiradi. Qatorlar orasidagi masofa. Ayrim o'quv materiallarida matn qatorlari orasida 2 qator oraliq masofa qoldirishni talab etadi. Buni amalga oshirish uchun butun matnni belgilang va quyidagi ko'rsatilgan bo'limdan kerakli miqdorni tanlang. Qator oraliq masofasi uchun formatlanish stilini sozlashga oid yana bir usul quyidagicha. Xat boshi uchun oraliq masofa compact, tight, open, relaxed yoki double ko'rinishida bo'ladi. Xat boshini ko'rsatilgandek sozlashingiz mumkin. Xat boshi stilini qo'llash. Xat boshi va sarlavhalarni sozlab olgach, stilni default style sifatida o'rnating. Agar template variantini tanlasangiz ham xuddi shunday natijaga erishasiz. Boshqacha aytganda, tanlangan stil doimiy yoki sozlangan holatga keladi. Har safar yangi hujjat ochilganda undan foydalana olasiz. Quick Styles variantlari butun hujjatga joriy qilish uchun mo'ljallangan. Agar sizda o'zingizga yoqqan tayyor stil bo'lsa, Quick Style'ga qo'shing. Undan kelgusida hujjatlarda qiyinchiliksiz foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, mavjud hujjatlardagi barcha formatni tozalash va tegishli sozlamalar yordamida yangi stilni qo'llash imkoniyati mavjud. Yangi stil yaratish. Mavjud stillarni moslashtirish, ularni korporativ stilga uyg'unlashtirish, xatboshi stilini yangi nom bilan qo'llashni bilib oldingiz. Keyingi bo'limda matnning 3 asosiy qismi, sarlavhasi va kichik sarlavhasi uchun butunlay yangi stilni yaratish haqida ma'lumot beriladi. Hujjat yaratganingizda unga yangi stil qo'llashingiz mumkin. Chunki hujjatning birlamchi stili auditoriya yoki korporativ stilga mos kelmasligi mumkin. Ssenariy shunday. Siz uyga vazifani bajarish uchun yangi stilni yaratishingiz va barcha uyga vazifa hujjatlariga qo'llashingiz kerak. Vazifani bajarish uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling. O'qituvchingiz taqdim etgan Asset 14.16 docx faylini oching. E'tibor bering, unda birlamchi stil avvaldan mavjud, ammo bu stil siz qo'llamoqchi bo'lgan stildan farq qiladi va u sizning auditoriyangizga yoqmaydi. Home menyusidagi Styles bo'limiga bosing. Create a style buyrug'ini tanlang.
Yangi stilga nom bering. Masalan, hozirgi holatda uni Homework Style deb atash mumkin. Nom berilgandan keyin Modify tugmasini bosing. Shundan keyin mana bu oyna paydo bo'ladi. Bu oynada yangi shrift turi, o'lchami, rangi va boshqa belgilarni sozlaysiz. Ekranning pastki qismidagi Add to Styles Gallery va Automatically Update buyruqlarini tanlashingiz mumkin. Yangi stilni joriy yoki kelgusida yaratiladigan hujjatlarda shablon sifatida qo'llay olasiz. Amal yakunlangach OK tugmasini bosing. Bu yangi stilni dasturda saqlangan stillar ro'yxatiga qo'shadi. Yaratgan stilingizni sinash uchun hujjat ochib istalgan matnni kiriting va o'sha matnni belgilab, Styles bo'limiga kirsangiz saqlangan yangi stilni ko'rasiz. Xuddi shu usul bilan hujjatning asosiy qismi yoki yangi hujjat uchun stil yaratasiz. Yangi stil Quick Styles ro'yxatida saqlanadi. Uni kelgusida yaratiladigan hujjatning sarlavhasi, kichik sarlavhasi kabi qismlarida qo'llash mumkin. Yangi stilni yaratish jarayonida widow va orphan qatorlarini nazorat qilsangiz, kelgusida ularga oid muammolarni tuzatishga ketadigan vaqtni tejaysiz. Yangi stil shabloniga widow va orphan nazoratini qo'shish. 17-bobdagi widow va orphan qatorlari bo'limiga qarang. Widow deganda keyingi sahifaning boshida xat boshining bir o'zi qolib ketgan oxirgi qatori yoki sahifaning quyi qismida ajralib qolgan birinchi qatori tushuniladi. Bunday vaziyatga yo'l qo'ymaslik uchun yangi stilingizda quyidagilarni bajaring. Styles bo'limidan Create a Style buyrug'ini tanlang. Avvalgidek stilingizga nom bering. Modify tugmasini bosing. Oynadan avval paragraf, keyin esa Line and Page Breaks sozlamasini tanlang. Buning uchun Widow and Orphan Control katagini belgilang. Amaliy topshiriq. O'qituvchingiz taqdim etgan oila byudjetiga oid Asset 1402 XLSX faylidagi elektron jadval shablonini oching. Kun tartibi jadvalingizni to'ldiring. Odatda bunday jadvaldan kunlik ishlar uchun qancha vaqt sarflaganini tahlil qiluvchi, o'z vaqtini yanada unumli boshqarishga intiluvchi kishilar foydalanadi. Har bir kun uchun alohida jadval talab qiladi. Trendlarni tahlil qilishda formula va funksiyalardan foydalansangiz bo'ladi. Muhimi, shablondagi har bir stil va formatni barcha kunlarga oid jadvallarga samarali qo'llashni yodda tuting. Savol: time ustunining tekislanishi deganda nimani tushunasiz? A1 va D1 kataklaridagi formatlashni tasvirlab bering. Ushbu jadvalga qarang. B10 katakdagi muammo nimada ekanini tushuntiring. Appointment ustunida qo'shimcha tafsilotlarga mo'ljallangan bo'sh maydon hosil qilish uchun katakni qanday to'g'rilasa bo'ladi? Javobingizni izohlang. Amaliy topshiriq. Xartum shahrining Buxton mavzesida Artista deb nomlangan yangi restoran ochiladi. Ularning hujjati, taqdimoti va onlayn e'lonlari uchun yangi stil yaratish kerak. Restoran taqdimoti uchun master slayd tayyorlang. Ushbu vazifani bajarishda o'qituvchingiz taqdim etgan Asset 1407 doc hujjatda qayd etilgan ko'rsatmalarga amal qiling. Bugungi mashg'ulotda korporativ brendda sahifa yoki slayd yaratish, turli auditoriya uchun mos keluvchi shrift turini tanlash, xat boshi belgilari, qatorlar orasidagi masofa, xat boshi stilini qo'llash, yangi stil yaratish va yangi stil shabloniga widow va orphan nazoratini qo'shish singari amallarni bajarishni o'rgandingiz. O'rgangan bilim va ko'nikmalaringizni mustahkamlab borishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.